Kvadratı 5,5 milyon so'mdan massa kvartira teklif etaman. City'de 5 etajga domli 4 etajında 3 xonalı kvartira 80 metr kvadrat. Kvadrat ham ajoyib 3 xonalı. Skvoznik kvartira. Gelin shuni ishon tarafidan o'zaro ko'rib beramiz. 4 etajga chiqqanimizdan har etajda 3 dona kvartira. İş kvartira sizniki bo'ladi. Eshiklar ham yaxshi, zamonaviy eshiklar ham qo'yilgan ekan. Girishimiz bilan koridor, ya'ni svetlari kelib turibdi, to'qlari. Bu yerdagizda отдельный hojatxonasi, o'ng tarafimizda kuxnisi, gaz turba tayyor, gaziz kelib turibdi. Issiq so'q suv ham tayyor. Kotelniya ulanadi, gaziz narsa faqat ovqat pishirish uchun. Kuxnimizda balkon ham bor. Ya'ni ko'rdiğinizning balkon. Qarang, eski ploshatkalar chiroyli bo'lib turibdi, ajoyib bo'lib. Yine bu zdaniyamiz issiq so'q suv, svet, kotelniy, polniy, nalog hamma narsasi shu yerda bo'ladi. Ya'ni pul to'laydi deylik, shu yerda bo'ladi. Shu yerdan to'lab beraverasiz hamma narsani. To'g'ri, hozir olayim bo'ldi-ku. Qarang, koridorda davom etadigan bo'lsak, bu yerda bir gadikli yer qolgan, shu yerda bir prixo'j joylashtirib berasiz. Yan tarafingizda yana bir xonasi, spalni, kichkina emas, mana oynasi oldi tarafga qaragan. Endi koridorning oxirida sanuzel. Sanuzelingiz ham kattagina sanuzel ko'rib turganingizdek. O'ng qo'limizda esa spalni. Bu spalnimizdan oynasi oldi tarafga qarab turibdi. Endi zali neda deysizmi? Zali kattagina zali bor. Zalni ulug'ini qarang, ajoyib zali bor. Zalimizning oynasi orqa tarafga qaragan. Ya'ni kvartiramiz skvoznik. Ko'rib turganingizdek, yon tarafingiz aeroport. Kvartiramiz ajoyib. Nima deysiz? Pulini arziymi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Agar bu kvartiram sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlariga telefon qiling, bizga aloqaga chiqing. Egasini nomerini qoldiraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha obuna bo'lib qo'yishingizni chiqarmang.